Hayta Olmalda joylashgan Mazami restoranida siz eng sevimli, eng zo'r sushilarni tanovvul qilishingiz mumkin. Albatta uning uchun joy band qilib kelishingiz kerak, chunki bu yerni o'ziga yarasha sevimli va doimiy mijozlari bor. Hozir sizga narx-navolarni birin-ketin tanishtirib o'taman. Sushi sevar, sushi xo'rlar, videoni o'tkazib yubormanglar. Agar sizlar ham mazza qilib achchiqini, midyeli, tamyam va har xil mazali sushi rollarni to'yguncha yeyishni xohlasanglar, har juma bo'ladigan shvedskiy stol albatta sizlar uchun. 19:00 da boshlanadigan shvedskiy stolda rol tugab qolmaydimi deb o'ylasanglar, sizlar uchun ma'lumot bu faqatgina Mazami restoranida mavjud. Ya'ni 19:00 da boshlanadigan shvedskiy stolni 20:30 gacha shef-povurlar yengilab turishadi. Ishoning, siz bu atmosferaga kelmasangiz bo'lmaydi. Hamma yoqda kichkina set palon pul bo'lgan bu davrda siz Mazami restoranida kattalar uchun 150 ming so'm, 7 yoshgacha bolalarga esa 75 ming so'm to'lab mazza qilib sushi xo'rlik qilsangiz bo'ladi. Joy band qilish uchun 100% oldindan to'lov qilish kerak. Aytib o'tganimdek, bu maskan sevimli va davomiy keladigan mijozlariga ega. Bu videoni sushini sevadigan yaqinlaringiz bilan bo'lishing, unutilmas onlarni xotirangizga joylang.